Hech xiyonat haqida o'ylab ko'rganmisiz? Bu Maykl va Joanna. Ular 4 yildan beri turmush qurgan, bir-birini rosa yaxshi ko'radi. Bir kun Joanna o'zini erini ishxonasida birga ishlaydigan ayoldan rashk qilishni boshlaydi. Maykl bunga hech qanaqa sabab yo'q, rashk qilmagan deydi-yu, lekin ertasi kuni imенно shu ayol bilan komandirovkaga ketishiga to'g'ri keladi. Maykl komandirovkaga shu chiroyli qiz bilan ketadi. Joanna imенно shu payt o'zini bivshi yaxshi ko'rib qolgan, juda ham qattiq yaxshi ko'rib qolgan bivshisini uyini oldida uchratib qoladi. Imенно shu payt eri ketgan payti bivshi sevgilisi Joannani ujinga taklif qiladi. Конечно же, отказ qilmaydi. Birga noch o'tkazishadi. Voy bechora eri deb o'tirmaydi. Chunki u ham komandirovkada bo'sh o'tirgani yo'q. Rasman shu kinoni ko'rayotganda shunaqa bo'g'ilib ketdim. Qaysi bir xiyonat qilar ekan, qilmasa-chi deb. Kinoni oti Последняя ночь в Nyu-Yorkka. O'zingiz fikringizni yozing. Kinoni ko'rmasdan yozing. Men eri xiyonat qiladi deb o'ylagandim. Siz qaysi biri xiyonat qiladi deb o'ylaysiz?